bizning davrimiz. Atimi emas, boshqa kunimi emas. Dal hozirning o'zi. Ba'zilar dunyoni, hukumatni va boshqalarni o'ziga qarzdor o'ylaydi. Amaliyotda hech kim bizga qarzdor emas. Hayot bizga berilgan sovg'a. Agar biz bu sovg'adan unumli foydalanmasak, o'zimizni emas, butkul insoniyatni ko'zga ilmagan bo'lamiz. Meni quloq soling. Jo'shqin tarbiyalar sizga ilhom bo'lsin. Yeşil vada, altın konak, sağlam hayat. Cahan istemal medeniyetindeki nurani göher konak, bugünkü günde kudret konak, yürüyüşlük çöpleri süptide royapı geldi. Özünüzün kıymeti 1 milyon dolarga yaraydigan musobaqat etiba odam deb faraz qiling. Qiymati 1 milyon dolarga yaraydigan at. Undaq siz bu etingizni kechich uxlatmamsiz. Onu kun bo'yi to'xtamay xizmat qildirib, aroq ichkizib, tamoq chekkizib, uni axlat yemekliklar bilan boqamsiz. Yoqtamsiz? Ma'qul. Undaq siz qiymati 20 dollarga yaraydigan ishni shunday qilamsiz. 2 dollarlik mushuk kuchi. Yoq dedingizmi? Undaq bo'lsa, siz nimishqa menga shunday qilasiz? Ay, tinchlikmi? Men sizning badaningiz. Ruxsat qilsangiz o'zimni qayta bir qatim to'ni surib o'tsam. Men sizning izchil ichingiz yashab kelayotgan oilangiz. Meningcha birga o'sib cho'ng bo'lganimiz cho'qim yodingizda bor. Men ikkimizning munosabatini unutib qolganingizni sezgachga sizga bu xatni yozyapman. Men qilgan ishlaringizni qarab to'limi umidsizlandim. Siz pul tepish uchun salomatligimni qurbon qildingiz. Bu qilganingiz faqat qamlashmadi. Chunki agar men og'rib qolsam, u topgan pullaringizni meni davolatishga xajlaysiz. To'g'ri, meni davolatishga. Texmi masxarlik bo'lg'ini. Siz ko'z oldingizdagi foydani ko'rib, ishning haqiqatini ko'rmadingiz. Bu yerdagi haqiqat shuki, mening qiymatim milliard dollardan oshdi. Gapimga ishonmayapsiz? Ma'qul, endi sizga isbotlab beray. Navoda biroz million dollarlik chekdan birini ko'tarib oldingizga kelib, buni tuting deb uni qo'lingizga bersa, ondan men bu pulga ko'rish quvvatingizni seta olaman, lekin bundan keyingi hayotingizda quyosh nurini hargiz ko'rolmaysiz desa, siz so'dilishga unamsiz. Ma'qul, endi sizga texmi cho'ngroq misol keltirib beray. Agar u odamning qo'lida 10 million dollarlik chekdan birisi bo'lib, bu pulni olsangiz put qo'lingizdan umrlik mahrum bo'lasiz desa, siz buni unamsiz. O'rningizda bularga men javob beray. Siz cho'qim yo'q deysiz. Yo'qirqilar intayin ahmoqona tanlashlardir. Chunki badaningizning, ya'ni mening qiymatimni o'nchilik pul bilan o'lchigili bo'lmaydi. Endi men yurakdan boshlab so'zlab o'tay. Navoda meni bir shirkatga o'xshatsak, yurak oylik eng munavvar xizmatchi emas, balki umrlik eng munavvar xizmatchi bo'lishga munosib. Chunki siz odam sifatida yashagan butkul hayotlik faoliyati jarayonida yuragingiz xizmat qilishdan 1 sekundni to'xtab qolmaydi. Hatta siz uxlagan chaqdimi u yanını so'qishdan to'xtamay, har kuni, har minut, har sekund siz uchun armay xizmat qiladi. Hozir o'ylab baqsam, menga bir qadim rahmat deb baqaningizni bilmaydi ekanman. Men sizga qo'pol tegmoqchi emas. Faqat siz menga ko'proq ko'ngil bo'lishgan deyman. Bilaman, do'stlar Chamrikiga rasm yo'llaganda boshqalarga amalni boricha meni mukammallam chiroyli qilib ko'rsatganingiz keladi. Lekin hammamizning xabarimiz bor. Siz meni menga xizmat qilish haqli deb o'ylaysiz. Hozirni bir fursat deb bilaman. Bu filmni ko'rib bo'lgandan keyin ilgariga o'xshash aldirash tinash keyingi ularni chekib yurmay, birdam jimjit o'ltiring. Bu yerda faqat ikkimizla bor. Qo'lingizni ko'ksingizga qo'yib, rahmat sana adam. Yuragingizga, ko'zingizga, putingizga, bilaklaringizga, yomish ishlatgan bir cho'p qo'lingizga rahmat ayting. Sizni nafaslantirayotgan o'pkingizga rahmat ayting. Mayli siz nimani qilmang, men siz uchun hammani qilishga rozi. Chunki siz men uchun hammadan muhim. Siz mening eng yaqin do'stim. Ikkimiz tanishishga nihoyat uzun bo'ldi. To'g'rimi? İkimiz tug'ilishimizda tanishapdik-ku. Meningcha endi sizning menga tegishli javob qaytaradigan vaqtingiz keldi. Men dunyoda orzusi yo'q odam borligiga ishonmayman. Muvaffaqiyat to'g'ri nishon va orzuga ega tirishchan kishilarga mansub. Ikkilanmang, bal qo'yib o'tmang. Har qanday ishga cho'qim bir amal bor.